Kerakli yukka og'ir yo'lgalarda Turkiyadagi 16 kunlik sayohatdan keyin uyga kelsak, xolodilnikda sichqon o'zini osib olibdi. Hovlini ahvolini ko'rib bo'lmaydi. Toshkent emas, naq Changkentni o'zi. Sayohat o'z yo'liga-yu, ana endi haqiqiy hayot boshlandi. Kamiga uylar muzlab ketgan, batareyalarni yoqish ham kerak. Xullas, ro'zg'or shchochiga aylanishni boshladi. Hammaga salom, Kelinoy Najmiddinovadan sayohatdan keyingi birinchi vlog. Turklardan biri ta'tildan keyin ta'til kerak deb bekorga yetmagan ekan. Uyi uborka qilib ketgan bo'lsa ham ahvol chatoq. Birinchi bo'lib bor budimizni yig'ib, ancha vaqt yetadigan qilib ro'zg'or qilib oldik. O'zi 2 kishi bo'lsanglar, namuncha ko'p narsa olasizlar demanglar. Biz zapas qilish yaxshi ko'ramiz. Ya'ni hamma narsani ko'p-ko'p olamiz va anchaga yetkazamiz. Eng muhimi, uyda hamma narsa bo'lsa, ko'ngil ham to'q bo'ladi. Telefonim jiringlab, kelinlarni qo'lini suvga urdirmaydigan veleridan shvabralarimni zapas qilib zakaz qilib olganim esimga tushib qoldi. To'g'risi, bu shvabrani olib baraka topdim. 5 litr suv keladi. Chelakni baquvvatligini yetib ham bo'lmaydi. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Polzini, qayoni atsizdan iz qoldirmaydi. Shvabra bo'yi baland, yu pastiga ham to'g'ri kelaveradi. Buyurtmalarimni olib, ko'zlarimni quvnab, hamma mo'yishi sredstvalarni joylab oldim. Orada dog' bo'lgan sochuv va dasturxonlarimni bavida ivitib, oppoqqina qilib yubordim. Barakali qilingan ro'zg'orni tartiblab, go'sht tovuklarni alohida joylab, oshxonani ham yig'ib oldim. Guruch, tuz, shakarlarni bankalarga solib oldim. To'g'risini aytsam, oshxonadagi mashi idishlarimni ham almashtirishim kerak. Agar yaxshiroq do'kon bilsanglar, buni ham yozib ketaveringlar. Xullas, 2 haftalik sayohatdan keyingi birinchi uborkam tugadi. Xo'sh qizlar, sizlar sayohatdan keyin uborkani nimadan boshlagansizlar? Buni albatta yozib ketinglar. Kelinoy Najmiddinovani profiliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.